Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun endi masalalarni boshlaymiz. Bugungi darsimiz masalaning dastlabki poydevori, ya'ni mol, gram, litr, massa topishlarni o'rganamiz. Ya'ni mol modda miqdori haqida gaplashamiz. Demak, bilingki, har qanday moddaning 1 moli 22,4 litrni egallaydi. Ya'ni gaz modda. Har qanday moddaning 1 moli 6,02 10 darajasi 23 ta molekula yoki atom holatda bo'lishi mumkin. Har qanday moddaning 1 moli massasiga teng bo'ladi. Ya'ni massa deganda, misol uchun temirni oladigan bo'lsak, temirning davriy massasi 56 gram tashkil etadi. Yoki kislorodni oladigan bo'lsak, kislorod 7 bilan yuradi, 16 ikkitasi 32 bo'ladi. Hop. Yoki bo'lmasa fosforni oladigan bo'lsak 31 massasi. Hop. Ftorni oladigan bo'lsak T2 bilan yurgani uchun 9 ikkitasi 38 gramni tashkil etadi. Hop. Mana shu narsa kimyoning poydevori, ya'ni masalasining poydevori. Mana shu kimyoning ustuni deb ataladi. Mana betoni deb ataladi. Mana shu narsa kimyoni urgan bo'lgandagi kimyoni demak bildirimini hisoblaymiz. Har qanday masalani mana shu usullar yordamida mana shu holatda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. 1 molimiz 22,4 litr, 1 molimiz 6,02 10 darajasi 23 ta. 1 molimiz demak massa. 1 mol temir 56 gram, 1 mol kislorod 32 gram, 1 mol fosfor 31 gram, 1 mol ftor 38 gram yoki bo'lmasa 1 mol vodorod 2 gram, ikisidan yurgan 1 mol natriy 23 gram va hokazo ketaveradi. Demak, massasi 1 molga teng. Har bir elementning davriy massasi 1 molga nisbatan olib ketaverasiz. Mana shu narsa doim yodlaringizda tursin, hech qachon esingizdan chiqmasin. Mana shu beton, ya'ni poydevor hisoblanadi. Esdan chiqib qolmasin. Endi biz dastlab moldan gramga o'tib ko'ramiz. Moldan gramga o'tish. Birinchi masalamiz. Demak, birinchi masalani boshladim. 2 mol natriy necha gram? Dastlab tushunchamizni boshladik. Demak, biz bilamizki 1 molimiz davriy sistemadagi massa 23 gram. 23 gram kelsin. Davriy sistemada natriy massasi 23 gram. 2 moli qancha? Proporsiyani ham o'rgatgan edim. Esingizda bo'lsa yana bir o'rgataman. Ikkisini topish uchun 2 ni ko'paytiramiz 23 ga. Bilamiz 1 ga teng 46 gram tashkil etadi. 46 gram. Ya'ni 2 mol natriyimiz 46 gram kelar ekan. Javob 46. Demak, moldan gramga, ya'ni molni gramga aylantirish uchun usul, ya'ni mana shu holatda o'rgangan. Shuni bilib olsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana. Endi bu oddiy element. Keyingi masalani ko'ramiz. Endi oksidlardan ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, hop, sizdan so'rashi mumkin, 1,5 mol 1,5 mol kalsiy oksidi necha gram? Hop, biz bilamizki 1 mol kalsiyimiz kalsiy oksidimiz 56 gram kelsa 1,5 mol qancha? Buni topish uchun demak x teng 1,5 molni ko'paytiramiz 56 ga bo'lamiz 1 ga. Hop, demak siz kalkulyatorsiz ishlayapsiz. Bunday holatda demak 1,5 mol deyapti. Dastlab 1 molimiz 56 gram. 56 ni yozib oling. Juda topolmay qolsangiz 56 plus 7,5 mol. Ya'ni 56 ni yarim bu 28 gram. 28 ni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Demak, bu yerda 78 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 84. Demak, 84 gramni tashkil etar ekan. 84 gram. Endi ham osonroq yo'lini qilamiz. Faqat endi hozir bu ham menimcha qulay usul. Sekin-sekin narsalardan o'rganib boramiz. Hop. Endi asoslardan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun sizdan so'raydi, 3 mol natriy ishqori necha gram? Endi buni nima qilamiz? Boshladik. 1 mol natriy gidrosid massasini topib olamiz. 1 mol natriy gidrosid. Massa topishda men o'rgatganman. Agar
Eslayinlar yo'qsa yana bir esga olib qo'yamiz. Natriyning massasi 23 gram plus kislorod 16 davishli vodorod va jamini qo'shsam, demak 40 gram tashkil etyapti. 1 molimiz demak 40 gram. 3 mol natriy qancha? Demak, ikisini topish uchun shuni ko'paytiraman 40 ga, bo'laman 1 120. 120 gram. Ana. Hop. Kislotalardan boshladik. Demak, 0,5 mol sulfat kislota necha gram? Hop. Biz bilamizki 1 mol sulfat kislotamizning massasini topamiz. Esda yo'qlar uchun yana boshladim. Demak, vodorod 1 gram. 1 ko'paytirilgan 2 plus 6,32 gram plus kislorod 16 ko'paytirilgan 4. Birinchi ko'paytirish amalini bajarib olamiz. 1 ni 2 ko'paytirsam 2 plus 32 plus 16 ni 4 ko'paytirsam 64 teng 98 gram. Demak, 98 gram sulfat kislota mavjud. Endi bunda 0,5 mol. 0,5 molim qancha? İşleş uchun, ikisi topish uchun 0,5 ni ko'paytiraman 98 ga bo'laman 1 ga teng 49. 49 gramni tashkil etadi. Hop, kalkulyatorli holatda qanday ishlaymiz? Demak, 1 mol yarim 0,5 mol bo'lsa 98 ni 2 ga bo'lsam 49, ya'ni yarimi 49 gramni tashkil etadi. Endi tuzlardan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tuzlardan misol uchun 2 mol osh tuzi, ya'ni natriy xlor necha gram? Boshladik. 1 mol natriy xlorning massasini topaman. 23 plus 35,5 teng 58,5 gram tashkil etyapti. 58,5. 2 moli qancha? Demak, ikisi topishim uchun 2 ni ko'paytiraman 58,5 ga bo'laman 1 ga. 117 gramni tashkil etadi. Bu demak, moldan gramga o'tish masalalarimiz edi. Sizlardan hozir moldan gramga o'tib ko'rdik. Endi biz gramdan molga o'tishni ham o'rganib ko'ramiz. Demak, gramdan molga o'tamiz. Boshladim. Birinchi savolni boshladim. Hop, 46 gram natriy necha mol? Demak, biz bilamizki natriyning massasi 23. 23 gram natriy 1 molni tashkil etsa, 46 gram qancha? Gramning tagiga gram tushishi shart, mol tagiga mol tushishi shart. Demak, 46 ni ko'paytiraman 1 ga bo'laman 23 ga. 2 mol. 2 mol. Hop. Yoki bo'lmasa, yana berishimiz mumkin. 160 gram natriy ishqori necha mol? Massasini o'tgan safar ko'rdik, 40 gram edi. 40 gram 1 molni tashkil etsa, 160 gram qanchani tashkil etadi? 4 topishim uchun 160 ni ko'paytiraman 1 ga bo'laman 40 ga. Teng 4 mol. Mana. Hop. Yoki bo'lmasa, boshqa bir kislotalardan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Bironta bir kislota ham olmagan nimani topish mumkin. Misol uchun 196 gram fosfat kislota necha mol? 98 gram fosfat kislota, fosfat kislota massasini topishni o'rgandik. 3 plus 31 plus 16 ko'paytirilgan 4 teng. 3 ko'paytirsam 3 plus 31 plus 16 ni 4 ko'paytirsam 64 teng 98. 98 gram 1 molni tashkil etadigan bo'lsa, 196 gram qanchani tashkil etadi? 2 mol. Ya'ni ikisi topishim uchun 196 ni ko'paytiraman 1 ga bo'laman 98 ga teng 2 mol. Demak, gramdan molga o'tish ham juda ham oson. Har qanday masalani, demak, dastlab o'zining massasi 1 mol, berilgan massa qancha desam chiqaveradi.
Bizni kuchaytirilgan onlayn darslarimizga qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchi ustozlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing.